Rasulon Qasimov. Imkoniyat Qasimov. Ma'lum sabablarga ko'ra Magomed Ali bugun jangda ishtirok eta olmadi va uning o'rniga aynan Rasulon Qasimov. Imkoniyat Qasimov uchun. Eshitamiz. Дамы и господа, к вашему вниманию титульный поединок 31-го турнира Амир Тимур Fighting Championship. Xonimlar va janoblar, в прямом эфире jonli efirda sport telekanalida markaziy jangda to'g'ridan to'g'ri afsonalar vodiysi Namanganda официальное представление бойцов. Первый из синего курчака. Бойцу 34. Его рост 1,80 сантиметров, вес 83 килограмма ровно. Yoshi 34. Bo'yi 180 сантиметров, вазны 84 килограмм. Он мастер спорта международного класса по панкратиону и по ММА. Восьмикратный чемпион Казахстана. Чемпион Азии по ММА и по панкратиону. Представляет representing чемпион Атырау қаласы Казахстан! Ағатай Жасұлан Қасипов! Hamyurtimiz Qizil Burchakda. Hamyurtimizning yoshi 31da, bo'yi 183 сантиметр, vazni 84 килограмм. Ему 31. Его рост 1,83 сантиметра, вес 84 килограмма ровно. Он мастер спорта по ММА. Xalqaro toifadagi sport ustasi. Мастер спорта международного класса. Пятикратный чемпион Узбекистана. 5 karra O'zbekiston чемпиона. Чемпион Азии. Обладатель Кубка мира по рукопашному бою. Действующий чемпион лиги Амир Тимур Fighting Championship. Представляющий representing Ichki ishlar vazirligi Cowboy Fighting Farg'ona Oltiariq O'zbekiston! Bardak Shukurjon Abdurashidov! Ichki ishlar vazirligi uzr so'rayman do'stlar. Mana shu joyda Toshkentdan Cowboy Team jamoasi a'zosi Ichki ishlar vazirligi xizmatchisi Shukurjon Abdurakimov. По команде стоп не работаем. Пожали руки по углам. Пусть победит сильнейший. Davud Mirsalimov, referi. Low kick. Kutyapti. Mana shu qarama-qarshi zarba yo'llashni. Ehtiyot bo'lish lozim. Qanday hozir qarshi hujum amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi Rasulon Qasimov. Umuman boshqa jangchiga tayyorgarlik ko'rgan albatta Shukurjon va boshqa raqib uning qarshisida. Aslini olganda farqi yo'q-ku, ammo baribir tayyorgarlik jarayoni izdan chiqadi. Yaxshi kombinatsiya, middle kick o'tyapti zarbalar. Shukurjonning o'ziga xos xatti-harakatlari bardirdi Shukurjonni. Kamdan kam holatlarda yaqinida ko'rmadim parterda unga qarshi jangda kim ustunlik qilganligini. Ammo oktagon chetiga taqib olishga muvaffaq bo'lyapti-yu. Ohista oktagon chetiga olib kelindi jang. Xavf ko'rmayapti, himoya joyida tizada zarba yo'llashga erishdi Rasulon Qasimov. 5 raund, 5 daqiqadan. Low kick.
Ikkilik zarbasi ortidan. Qarshi hujumga ehtiyot bo'lish kerak. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarbasi anchagina xavfli edi. Qarang qanday qarshi hujum amalga oshiryapti. Porterga qarshi qanday tayyorgarlik ko'rgan Qasimov. Zada zarba qoringa mustahkam turibdi juda ham oyog'ida. Adirgo zarba yo'llashga imkon bermadi. Og'ir jang bo'ladigan ko'rinadi do'stlar. Bazasida boks ham bor ekanligini aytib o'tishimiz kerak. Shukurjonning va mana shu boksdagi mahoratini ishga solishi kerak. Ammo kez kelganda mana shu raqib hamlasi o'tayapti. Xavfli uning chap qo'li ham, o'ng qo'li ham ko'rib turibmiz. Qo'llar ustidan. Aylantirishga imkon berish kerak emas. Nazorat. İkilik zarbası. Yani ikilik zarbası. Futbolda raqibni low kick. Noyob zarbalardan biri. Yangi orttirilgan mahoratlardan. Baquvvat ekan, Jasulan Qasimov. Low kick natijasida oyog'i siljimayapti. Rajabov darhol kelib qo'l zarbalari kerak ekanligini uqtiryapti. So'nggi daqiqa boshlandi borada birinchi raundda kuchni tejash kerak. Zada zarba o'tyapti, yiqitishga bo'lgan harakat turish kerak. Qo'lda kutib oldi, ikkita ikkilik zarbasi o'tyapti, ikkilik zarbasi va davom ettirish lozim. So'nggi zarba. Raundni qanday yakuniga yetkazmoqda? Yana ikilik zarbasi, yana o'tyapti zarba. Kerak emas deb bekorga aytilmagan, ana shu parterga o'tkazish shart emas degan fikrlarni eshitdingiz. Chap qo'llar ustida va birinchi raund yakuniga yetmoqda. İkinci raund do'stlar. Low kick. Tegdi zarba. Yorona harakat bo'lishi ham mumkin. Buni esdan chiqarmaslik lozim. Shukurjon qoringa zarba, undan so'ng yana bir low kick va boshiga zarba, yana bir low kick, chap qo'l zarba, back fist ehtiyot bo'lish lozim. Va oldiga qarab boryapti. Afsonalar vodiysiga yig'ilgan muxlislar esa anchagina jonlanmoqda. Tizada zarba.
Yana bir zarba. Menimcha masofani uzoqlashtirish kerak hozir. Uzoqlashtiryapti. Shukurjon jang davom ettirish mumkin. Oqol to'rdan o'tdi zarba. Yana bir low kick. Front kick, middle kick. Yana ikkilik zarbasi. Jag'iga tegdi, biroz qalqidi, yiqilyapti va bo'ldi. Atayin oxirigacha bermadi zarbalarni, oyoqdan jarohat olgan edi Shukurjon. Oktagon ko'tararmikan? Ko'taradi albatta. Kamarni saqlab qolmoqda. Raqib esa jarohat olyapti oyoqdan. Atayev kamarni taqish uchun taklif etamiz. Namangan viloyat hokimi, Oliy Majlis Senati a'zosi Abdurazzokov Shavkatjon Shokirjonovich hamda O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi raisi o'rinbosari Shuhrat Anvarov. Markaziy chempionlik jangining natijasi. G'alabani texnik nokaut bilan в чемпионском титульном поединке победу техническим нокаутом одержал and still Bardak Shukurjon Abdurahimov chempion asosida на своем месте. Shukurjon Abdurahimov chempionlik kamarini o'zi saqlab qolyapti.